Uzun HTML dersidagi 44 qism HTML5dagi torbatni abont ig'izda saqlash. HTML5da torbatni abont ig'izda saqlashning ikki xil usul ta'minlangan. Birisi local storage vaqt cheklamasi bo'lmagan uchun saqlash usuli. Uning saqlanishining vaqt cheklamasi yo'q. Mayli bir hafta yoki bir yildan keyin saqlab betim turaverdi. Session storage bo'lsa, maxsus session qarta saqlash saqlash elib borgan bo'lib, abont tor ko'rgishni itvasib o'chib ketadi. Bu iqtidorlar burun Kokio bilan hal qilinadi, lekin Kokio cho'ntipdagi saloq usullarni bir taraf qilish mos kelmaydi, chunki uning surati ostam xizmat unumi tuvan. HTML5da har bir uchur mulozimatining taklifi bilan yo'llanmasini, balki taklif yo'llanish bilan bevosita ishlatildi. Bunday bo'lganda cho'ntipdagi uchurlarni vaqtli saqlash haqiqiy turda amalga oshirilgan. HTML5da JavaScript orqali abont belgilar uchur saqlash elib bordi. Masalan, mana bu amli misol qaraydigan bo'lsak, mesela manada visit istigini 6 qatim deb chiqqan bo'lsa, betni har bir qatim yengilgan vaqtimizda buningga bir qimmat qo'shildi. Agar men motor ko'rgishda mani o'chirib etib, bu asosliq bu local storage vaqt cheklamasi bo'lgan uchur saqlash shaklida qolgan bo'lg'achqa buning vaqt cheklamasi yo'q. Men torbatni o'chirib etgandan keyin, tor ko'rgishni o'chirib etgandan keyin qayta ochsam 10 degan qimmatdan boshlab davomli turda betni yengilgandagi qatim sonini xotirlab qo'yadi. Ma ikkinchi misolda bo'lsa, buningda session storage orqali sonliq uchur saqlash ishga oshirilgan bo'lg'achqa, men bu bet yengilganda miyatga qimmat o'zgargan bilan, lekin men tor ko'rgish orqali men o'chirib qayta ochgan vaqtimda men qimmat yana aslidagi shu bir qatim degan aslidagi boshdagi qimmatga qaytib, qaytadan qimmat hisoblash elib bordi. Bu ikkisiniki asosli